Nimet şükrisi, Abdori Nurderman. Nimet sözünü tilga alğınımızda köpünçü kişilerin göz aldığa həşəmətlik daca, bankada saqlanğan köp miqdardaki pul, kiyim-kechek rengiga moslashtırıb haydaydigan esil mashina, chet ellarda o'tkaziladigan dam olishlar, dag'dug'iliq o'tkaziladigan to'y murosimi va tug'ilgan kun ziyofati qatorliq dunyolik foyda-manfaat va kayf safo bilan bog'langan bir qator ishlar kelishi mumkin. Bu faqat dunyolik uchun yashab kelayotgan har qanday bir insonning xayolidagi ne'matdir. Undaqda Allohga haqiqiy ravishda iymon keltirgan taqvodor bir mu'minning tafakkuridagi ne'mat qanday bo'ladi? Bizdagi ne'mat. Ne'mat so'zi o'xshash bo'lmagan yozilishi bilan Qur'oni Karimda 36 yerda tilga ilingan. 25 yerda tilga ilingan ne'mat Alloh taolaning mayli kofir, mayli musulmon bo'lsin, butkul insoniyatga ato qilgan ne'mati bo'lsa, 11 yerda tilga ilingan ne'mat maxsus mu'min bandalar uchun ato qilgan ne'matidir. Allah subhanahu wa ta'ala Qur'on Karimda mundaq deydi: "Estaizubillah. Allah sizlarga kechini, kunduzni, kunni, oyni bo'ysundirib berdi. Yulduzlarmi Allohning amri bilan bo'ysundirilgandir. Tushundigan qavm uchun buningda nurg'un dalillar bor." Nahl surasi 12-oyat. Allah Taala yana bir oyatda Allohning yer yuzidagi narsalarni, o'zining amri bo'yicha dengizda yurayotgan kemalarni bo'ysundirib berganligini ko'rmadingmi? Osmonning zaminga tushib ketmasligi uchun Alloh osmonni to'xtatib turdi. Faqat Allohning izni bilan osmonning qiyomat bo'lgan chog'da tushib ketishi buningdan mustasno. Alloh insonlarga haqiqatan nihoyat shafqatlidir va mehribondir. Haj surasi 65-oyat. Bununla o'xshash ne'mat to'g'risidagi oyatlar Qur'oni Karimda ko'p o'rinda bayon qilingan bo'lib, Alloh taolaning insoniyatga nurg'unlagan narsalarni bo'ysundirib berish orqali ularning yashash, tirikchilik qilish, ko'payish va taraqqiy qilish jarayonida duch keladigan barliq hojatlarni qamdaydiganligini ko'rib olaymiz. Endi bütün zihnimizni markazlashtirib, jimjit o'ltirib o'ylab boqaylik. Mehribon yaratquchimiz Alloh taolo mush oyatlarda bayon qilingandek buyuk ne'matlarni bizlarga ato qilmagan bo'lsa, butkul insonlar birlashib hayotligimiz uchun xizmat qilayotgan quyoshni hozirgidek bir o'quda, bir xil suratda xizmat qildira olamdik. To'riksiz yaratilgan osmonni ustimizga tushib ketmaydigan qilib turg'iza olamdik. Zaminning 3dan 2sidan ko'proq qismini egallab turgan dengiz suyini hozirgidek tashqizib o'tmay bir joyda tutib tura olamdik. Albatta yo'q. Bunda qila olishimiz hargiz mumkin emas. Allah Taala cheksiz kuch qudrati bilan mushu mahluqotlarni kontrol qilib turmasa, insoniyat qanday qilib normal kun o'tkazishni bilolmagan bo'ladi. O'ylab mush yerga kelganda nimani his qildingiz? Qanday tuyg'uda bo'lyapsiz? Cho'qim mehribon shafqatli Rabbimiz Alloh Taala uchun butkul umrimiz bo'yicha ibodat qilsaqmi, bizga ato qilib bergan ne'matlari oldida hech qanchalik emasligini, naqadar ko'p ne'mat ichida turib, bexudlik bilan u to'g'risida o'ylanib boqmaganligingiz haqida tafakkur qilyapsiz. Men bu yerda büyük ne'matlar ustida chiq to'xtalmayman, lekin shuni unutib qolmasligimiz kerakki, har kuni qilolmasaqmi, haftada yoki oyda bir qatim bo'lsa-mu, mushundaq tafakkur qilishni qo'ldan berib qo'ymaylik. Dünya g'amlarini bir chetga qayirib qo'yib qilingan mush tafakkurlar sizga o'ylab boqmagan huzurlarni ato qilib qolmay, balki sizni g'aflatdan tartib chiqaradi. Yuqorida Alloh taolaning bizga ato qilgan butkul insoniyatga o'rtoq bo'lgan buyuk ne'matlarni eslatib o'tdim. Endi bo'lsa maqolamning asosiy ham yorqin yuritib bermoqchi bo'lgan nuqtasiga, ya'ni o'zimizda kichik sonli beparvolik bilan muomala qilinayotgan ne'matlar to'g'risida to'xtalib o'tmoqchiman. Hozirgi ahvolimizdan chiqish qilib aytganda, vatanimiz ota-onamizdan ayrilib, yoq yurtlarda sargardan bo'lib yashash, iqtisodimizdan ayrilib kishilarning yordamiga muhtoj bo'lib qolish yoki o'zimiz ishlaymiz deb o'qishdan mahrum qilish, vatandan kelayotgan har xil yomon xabarlar, chet eldagi Uyg'urlar orasidagi har xil fitna fasodlar, ba'zi bir qism yoshlarimizning har xil yomon yo'llarga minishi qatorliq sanab kelsak tugamaydigan musibatlar oldida xuddi ne'matlar bizdan butunlay ko'tarilib ketgandek, butun qiyinchilik va imtihonlar faqat bizga kelayotgandek oxirga kelganda bo'lsa, bu xuddi Alloh taolaning bizga tushirgan jazosidek o'ylab qolamiz. Albatta bir inson bo'lish sifatimiz bilan bunda xiyollarda bo'lib qolishdan hech qaysimiz saqlanib bo'la olmaymiz. Chunki shayton insonlarning qon tomirlarida eqib turadigan bo'lib, har xil amallar bilan bizni tushkunlikka, umidsizlikka tashlab, ibodatlardan bo'shashtirib, shu orqali Alloh taolaning rahmatidan yiroqlab ketishimiz uchun to'xtamay tirishidi. Chunki har bir mu'min musulmon uning eng ashaddiy dushmanidir. Biroq biz hargizmi shaytonning hiyla-mikriga al bo'lmaymiz. Shaytonning mushundaq vasvasasiga selishi bizda o'zimiz va atrofimizdagi ne'matlarni tuniy olmaslik, uningdan bexud qilish va beparvolik bilan muomala qilishni keltirib chiqaradi. Qarab boqaylik. Tenimizning sog'lom, 7 a'zoyimizning to'liq bo'lishi bir ne'mat emasmi?
qanchalagan ama, tokur, cho'loq kishilarmi bizga o'xshash yashayotmamdi. Qur'onlarimizni va joy namozlarimizni ko'tarib masjidlarda namoz o'qiy olishimiz bir ne'mat emasmi? Vatandagi vaqtimizda uyimizda Qur'on saqlashimiz xuddi bomba saqlagandek cho'ng bir gunoh hisoblanmamdi. Diniy darslarni xotirjam, qachon saqchi kelib ishkini chekay deydigan andisha yo'q o'qiy olishimizning o'zi bir ne'mat emasmi? Ilgari vatanda andisha va xotirjamsizlik ichida olgan darslarimizni shunchalik tez unutib qolmadikmi? Chiroyli hijobimizni kiyib yo'llarda mang'alishimiz, hatto oliy maktablarda o'qiy olishimiz bir ne'mat emasmi? Hijob bilan ketyotdi deb qanchalagan hemşirelerimiz nahaq turmalarga tashlanmadimi? Xotirjam turadigan uyimizning bo'lishi, och qolmay vaqtida yeyilgan tamoqlarimiz ne'mat hisoblanmamdi. Vatanda begunoh xalqimiz o'z uyiga ega chiqolmay, sirtlarda och yalang'och qilayotmamdi. 5 vaqt azon ovozining quloqimiz tuvida yangrashichu. İlgari ata-onalarimiz yiroqdagi cho'ng masjidlardan keladigan azon ovozini anglab olish uchun kechalari uxlamay tong otqizmaganmi? Şahsen men kichik chog'larimda ata-onamning baldur o'rnidan turib deraza tuyiga berib, jimjitqina o'tirishganini ko'rib qiziqib, "Nima ish qilyapsizlar?" deb so'raganimda, ular Hitgoh masjidida bomdod namoziga azon to'lamoqchi bolam, shuni anglab olayli, jim o'tiring deganlarini ko'p anglagan. Shunga har qatim azon ovozini anglagan chig'imda ko'nglim yerim bo'lib qoladi. Bu mushu azon ovozini vatanda qolgan shu aziz xalqimga siqinganimmi yoki shu damlarni ular bilan birga o'tkazishga bo'lgan tashnaligimdan kelgan bir hissiyotmi, bunisi menga noma'lum. Mana, sanab tugatkisiz ne'mat ichida yashayotganingizni amdi his qildingizmi? Bu yerda tilga ilinmagan yana nurg'unlari bor. Vaqt munosabati bilan ularni bayon qilib bo'lolmadim. Men ularni sizlarga qoldirib qo'ydim. Qo'lingizni yuragingizga qo'yib o'ylanib baqing. Shundala uni his qila olasiz. Ne'mat bizga kelganda azlab qolgan yo'q, balki bizda kamchil bo'lgani o'zimizga ato qilingan shu ne'matlarni bayqiy oladigan bir yuragimizning bo'lmasligi va uningga bexud qarash bo'lsa kerak. Natijada kelib chiqadigan bo'lsa, uni qadrlamay bu dunyo va oxiratda baxtsizlardan bo'lib qolish va ne'matni qadrlayolmaganlardan bo'lib qolishimiz mumkin. Alloh saqlasin. İnsanlarning o'zidagi ne'matlarni tuniy olmaganligi to'g'risida payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam mundaq deydi: "İki xil ne'mat bo'lib, nurg'un kishilar uning qadriga yetmay ziyon tortadi. U bo'lsa-mu tan saqliq va bo'sh vaqtdan iboratdir." Haqiqatan mu bular yaratquchining insonga ato qilgan eng cho'ng ne'matlaridandir va hammamizda tepiladi. Hadisning bizga yo'ritib bermoqchi bo'lgan asosiy nuqtasi bo'lsa, tinimiz sog'lom, aqida idrokimiz joyida bo'lgan, jushqunligimiz urg'ib turgan vaqtlarimizni Alloh taologa ko'plab ibodat qilish, yomon ishlardan yiroq turib, yaxshi ishlarni ko'proq qilish va shu orqali Alloh subhanahu va taologa texmi yaqinlashish qatorliq ishlar bilan o'tkazishimiz kerakligidir. Biz ne'matdan so'ralamiz. Özümüzdə və ətrafımızda, şundaqla bütkül kainatdaki bizlər üçün ato qilingan ne'matlarni bir qur bayon qilib o'tdik. Haqiqatan musan sanoqsiz ne'mat ichida yashayotganligimizni his qilib yetdik. Amdiki masala mushu ne'matlarga qanday muomala qilish. Alloh subhanahu va taolo bizlarga mushu ne'matlarni ato qilgan ekan, albatta uningdan hisob olmay qo'ymaydi. Balangizga 10 lira bergan bo'lsangiz, atsi nimaga xajliginni cho'qim so'raysiz-ku deyman. Shuningdek, bizning qiyomat kuni mushundaq surildiganligimiz to'g'risida Alloh taolo Takasur surasida mundaq deydi: "Astagfirullah. Ondan dunyoda sizlarga berilgan ne'matlardan savol so'roq qilinsizlar." Takasur surasi 8-oyat. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam bu haqda bayon qilib mundaq degan: "Qiyomat kuni bandadan tuvandikilar so'riladi. Ömrünü nim bilan o'tkazdi, ilmni nim maqsadga yetkazdi, milliga qayerdan erishdi, nimaga sarf qildi, jismini nim bilan xo'ratdi." Qur'on va sunnatdan kelgan bu dalillar bizga uchun ogohlantirdiki, o'tkazayotgan har bir daqiqamizning so'roqi cho'qim elinadi. Bu vaqtimizni foydali ishlar uchun sarf qildikmi yoki parvosizlarcha o'yin tomosha bilan o'tkazayotdikmi? Ne'matning haqiqiy qadriga yetib to'g'ri muomala qildikmi yoki baxaslik qilib sal qaradikmi? Azan chiqqanini anglab turib, qo'lingizdagi telefonni qo'ygingiz kelmagan vaqtda, bozor cho'gilayman, so'lsat qilman deb namozlarni qazo qilgan vaqtingizda, hijobingiz sat ko'rinib, ochiq kiyinishni xiyol qilib qolgan vaqtingizda, uyingizdagi Qur'oni Karimni kunlab qo'lingizga olmagan vaqtingizda, sizni mushu bexudliklardan tartib chiqaradigan, masxush uyqungizdan uyg'otadigan bu oyatni hargizmi esingizdan chiqarib qo'ymang. Ondan dunyoda sizlarga berilgan ne'matlardan savol so'roq qilinsizlar. Qanday shukr qilamiz? Allah subhanahu wa ta'ala Qur'on Karimda mundaq deydi: "O'z vaqtida Parvardigoringlar ne'matimga shukr qilsanglar, uni texmi ziyoda qilaman. Agar kufrani ne'mat qilsanglar, mening azobim albatta bekmi qattiq bo'ladi" deb jakarladi. İbrahim surasi 7-oyat. Ne'matlarni tunig'anlik va qadrlaganligimizning ifodasi bo'lsa, uningga shukr qilishdir.
Ata qılınğan mal dunyoga qilgan shukringiz uni Alloh rozi bo'ladigan yerlarga sarf qilishdir. Tan salomatligingizga qilgan shukringiz Allohga yaragan ibodatlar bilan mashg'ul bo'lishdir. Bekor vaqtingizga qilgan shukringiz bo'lsa, uni yaxshi ishlar uchun ajratish va hokazolar. Tuvanda men qanday qilganda ne'matga haqiqiy turda shukr qilish va mushu ne'matlar uchun Alloh taologa bo'lgan rahmatimizni qanday ifodalash to'g'risida ikki muhim nuqtani bayon qilib maqolamni tamomlamoqchiman. Birinchisi ibodat orqali shukr qilamiz. Oysha radhiyallohu anha rivoyat qildiki, payg'ambar alayhissalom kechadari namozda uzun turib putlari ishib yerilib ketadi. Men payg'ambar alayhissalomga: "Ey Rasululloh, Alloh taolo sening ilgirki va keyingi gunohlaringni mag'firat qilib etgan tursa, nimishqa bunda qilala?" desam, payg'ambar alayhissalom shukr qilguvchi banda bo'lishni yoqtirmamdiman deb javob bergan. Allah Taala bizlarni va boshqa mahluqotlarni o'ziga ibodat qilish uchun yaratdi. Har qanday mu'min banda Allohning o'ziga ato qilgan ne'mat ihsonlarini asliginida ixtiyorsiz sajdaga bosh qo'ymay tura olmaydi. Allohning buyurganlarini o'rindab cheklaganlardan yiroq turish dal Allohga bo'lgan cheksiz shukrning ifodasidir. Ikkinchi, sabr orqali shukr qilamiz. Bundaq falokatchilik mening beshimga kelamdi. Men namratlik bilan o'tib ketamdiman. Nimishqa boshqalardek baxt menga nasib bo'lmaydi. Mana mushuningga o'xshash shikoyatlar sizning ne'matga tuzkurlik qilganingizning alomati bo'lib qolmay, hatto ne'matni tunyomaganligingizning ifodasidir. Bu haqda payg'ambar alayhissalom mundaq degan: "Sizlar o'zingizlardan tuvan kishilarga qaranglar, o'zingizlardan yuqori kishilarga qaramanglar. Bunda qilishinglar Alloh taolaning sizlarga bergan ne'matlarini kichik sanamasliqinglar uchun eng loyiqdir." Mening nimishqa uningdek mashinam yo'q deyishning o'rniga alhamdulillah Allohga shukrlar bo'lsinki, mening putum meyib emas, xotirjam yo'l mang'alayman deyishimiz dal ne'matga qilgan shukrimizning belgisidir. Demak, Allohning oyatlari to'g'risida tafakkur qilish, shu orqali ato qilingan ne'matlarni tunib yetish, shukr qilishga undaydigan eng unumli choradir.